Boshqa viloyatdagi akalarim bu videoni oxirigacha ko'ramiz. Qaranglar, Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida ishlatib xo'shay ko'rpa ishlab berdik. Chetinda valonlar o'zidan bo'ladi. Bu ko'rpamiz qo'lda tikilgan bo'ladi. Ko'rpa uxlaganda ustingizga bosirsangiz ham dim zo'r. Sababi men o'zimni opam ishlatganlar va shuni tikib berdib, yana ko'p zakaz beradilar. Chetlarini ishlatib xo'shay sochab qo'ydik. O'g'ilchamizning ismlari Muhammadaziz bo'ladi. Ikkinchi yostiqni xo'shay qilib ishlatib Prado mashinani chiroyli qilib tushib berdik. Chetlarga ahamiyat beramiz yana. Bolishchamizni go'zalligini ahamiyat beramiz. Chetlari yana skladga qilingan va chetlardan ishlatib xo'shay qilib quyoshchalar qo'yilib, ilohim fars to'yinga yetirsin deb yozib berdik. Keyingi bolishchamiz ham ko'rinishi xuddi shuning bo'ladi-dan. Bu yotmak ham udobniy. Dunyodagi eng aziz xalqimizga xizmat qiladigan yigit bo'lgan deb yozib berdik. Pul solish uchun qopchasi. Ko'rganingizdek, kiyimchasini ahamiyat beramiz. Yakalari, yenglari va orqasini chiroyli qilib katta harflar bilan Muhammad Aziz deb, ishtonlari bilan duvoykani xo'shay qilib taxlab berdik. Boshqa viloyatdagi akalarim hammangizni zakozingizni olamiz va xohlagan viloyatingizga mahsulotlarimizni dostavka qilib chiqarishimiz mumkin. Ularda buloqning ko'zi bor, Maysaning muloyim yuzi bor. Tog'larda buloqning ko'zi bor, Maysaning muloyim yuzi bor. Bobomning bir aytgan so'zi bor,